Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan hozirgi kunda juda ko'p ayollarimiz bezovta qiladigan qindagi qichishish va achishish haqida gaplashamiz. Bu holat ko'pchilik ayollarni xijolatga soladigan, gapirishga va uyalishga olib keladigan sabab hisoblanadi. Lekin ming afsuski, bu ham bir kasallikni biri turi hisoblanadi. Keling bu kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablar haqida gaplashamiz. Hozir juda ko'pchilik ayollarimizda mana shu qichishishni olib keladigan zamburug'lar sabab bo'ladi. Ya'ni 90% ayollarida zamburug' keltirib chiqaradi. Xalq tilida buni молочница deyishadi buni. U hamma mana o'zligisi tushunishadi buni. Bunday holatda nima bo'ladi? Qinda qichishishlar kuzatiladi va birgalikda ajralmalar, tvorogsimon ajralmalar keladi. Bunday holat qachon paydo bo'ladi? Ko'p antibiotik iste'mol qilganda yoki bo'lmasa organizmda immunitet tushib ketish natijasida o'sha griboklar, ya'ni zamburug'larni aktivatsiyasi kuzatiladi va qinda qichishishlar kuchayib ketadi. Ikkinchisi bu bakterial infeksiyalar, ya'ni vaginoz deymiz buni. Bu keltirib chiqaradigan bu har xil mikroorganizmlar, har xil bakteriyalar hisoblanadi. Bularda qichishish bilan birgalikda qinda hidli badbo'y ajralmalar ham birga keladi. Bunday holatlarda asosan bizni mana shu bakteriyani aniqlash uchun bakpasiv topshirtiramiz va shunga qarab turib davolash ishlarini olib boramiz. Keyingi sababi bu allergik reaksiyalar. Ya'ni qizlarimiz turli xil prokladkalardan foydalanishadi yoki bo'lmasam ichki kiyimlarni sintetik turlaridan ham foydalanishadi. Bu ham o'z navbatida o'sha qinda qichishishlarga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari gigiyenaga rioya qilmaslik, noto'g'ri tahorat qilish va o'sha doimiy ishlatadigan, kunlik ishlatadigan sovunlarimizni ko'p ishlatganimizda o'sha qindagi shilliq qavatini mustahkamligini buzib qo'yganimiz natijasida ham qinda qichishishlar paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ayollarimizda gormonal buzilish ham qinda qichishishga sabab bo'ladi. Ya'ni klimaks davrida, menopauza davrida qinda atrofiyasi bo'lgan ayollarda qichishish ham kuzatilishi mumkin. Va bundan tashqari sahrli diabet, ya'ni qandli diabeti bor ayollarimizda ham qinda qichishish kuzatiladi. Buning sababi qonda qand miqdorining oshib ketishi, mikroflora, o'sha qindagi mikroflorani o'zgarishiga va qindagi patologik mikroblarning ko'payib ketishiga va bu esa qichishishga sabab bo'lishi mumkin. Agarda sizda ham ginekologik qandaydir muammolar yoki shunga o'xshagan muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali shaxsan o'zimga murojaat qilishingiz mumkin.